7 darsimizning 3-qismi, ya'ni if-else qaror qabul qilish operatorlarini boshlaymiz. Oldingi darsda faqatgina if shart operatorini o'zini ko'rgan edik. Endi bu gal if-else ni ko'rib chiqamiz. Ya'ni sintaksisiga birinchi qaraydigan bo'lsak, if shart va if tanasi. Endi else qismda tanasi ham mavjud. Ya'ni qanday bo'ladi? Startdan so'ng if shart operatori. Agar true bo'lsa if body qismiga o'tadi. Shartimiz yolg'on bo'lsa else body qismiga. Ya'ni endi bu yerda ikkita body qism mavjud bo'ladi va chiqarish operatori orqali dasturimiz tugatiladi. Va mana ekranimizning o'ng tarafida namuna keltirilgan void main int number 10. Bu yerda sonimiz agar 30 dan katta bo'lsa true qiymat, 30 dan kichik bo'lsa false qiymat chiqadi deb aytyapti. Va bu narsani amaliyotda ko'rishimiz uchun dart muhitiga o'tamiz. Va mana dart muhitiga ham o'tib oldik. Endi bu yerda dasturimizni yozishni boshlaymiz. If shartini yozishdan avval o'zimizga misol qo'yib olaylik. Agar berilgan son musbat bo'lsa 2 raqam qo'shilsin, aks holda 2 raqam ayrilsin. If else qismida mana dastur kodini ham yozib bo'ldik. Va natijamizga qaraydigan bo'lsak, natijamizda 5 chiqib keldi. Ya'ni sonimiz 0 dan katta, ya'ni musbat son. Shuni endi -3 qo'ysak, natijamiz -5 chiqib keladi. Ya'ni -3 dan ayiryapti 2 ni. Va natijamiz -5 chiqib kelyapti. Xo'p, buni testlaydigan bo'lsak, if shartimiz kelyapti -3. Shartimiz noto'g'ri va to'g'ridan to'g'ri else holatimizga o'tadi. If ning body qismi ishlamaydi. Else holatimizda body qismiga o'tadi va body qism bajariladi, dastur tugatiladi va printda a ning qiymati chiqib keladi. Agar amiz musbat bo'ladigan bo'lsa, if body qism ishlaydi, else qism ishlamaydi. Va bu yerda to'g'ridan to'g'ri print chiqib keladi. Bugungi mavzu shundan iborat edi. Xayr, salomat bo'ling.